Paytalilarga mazada, chunki ularda Maza somsani filiali bor. Bu yerda naq 6 xil somsani turlari bor ekan. Keling, narxlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Maza somsani vodiyda 30 dan ortiq filiali bor va har bir filialda qorinni to'qlab ketishingiz uchun 4 kishilikdan joylar qilib qo'yilgan. Somsa turlari go'shtli 2 xil, ya'ni tovuli va mol go'shtida. Yana oshqovoq, ko'k, kartoshka istaganingizni tanlab yeyorasiz. Maza somsada hozir zo'r aksiya boshlangan, ya'ni siz 10 ta somsa sotib olasiz, 11-si sizga tekinga beriladi. Go'shtli, oshqovoqli unisini siz tanlaysiz. Somsalar nafaqat mazali, ko'rinishi ham chiroyli, hamma joyi bir xilda pishgan. O'tgan safar uyga 6 dona olganidim, uydagilarga yoqib qolib, zakaz qilishdi va bir korobka olib ketdim. Maza somsani hududingizga yaqin filialiga kirib, tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Maza somsani Paytadagi manzili Paytiq istirohat bog'idan Kalsoy tarafga qarab yurganingizda Zakis byurodi to'g'risida joylashgan. Bu videoda paytalik tanishingizga jo'natib qo'yasiz.